Shahrizod sulton saroyiga yo'l olar ekan, otasi bilan so'nggi bora xayrlashish uchun yoniga kirdi. Vazir qizini ko'ra bila turib, o'zi jallod qo'liga topshirayotganidan juda afsusda edi va qiziga shunday dedi: "Men senga bir hikoya so'zlab beray, o'zing xulosa chiqar." Va u ho'kiz, eshak va boy hikoyasini so'zlay boshladi. Bir boyning ho'kizi va eshagi bor ekan. Bir kuni ho'kiz eshakka nolibdi: "Sen doimo arpa va sut yeysan va dam olasan. Men esa kuni bilan ishlayman, lekin yeydiganim faqat somon." Shunda eshak ho'kizga maslahat beribdi: "Seni xo'jayin ishga qo'shmoqchi bo'lsa, yotib ol, turma. Oldinga somon tashlasa ham yema. Keyin u senga rahm qilib, seni ishlatmaydi." Ho'kiz eshakning aytganlarini qildi va yotib olibdi. Xo'jayin uni kasal deb bilibdi va uni yotqizib qo'yibdi. Lekin oqibatda eshakning o'ziga qiyin bo'libdi, chunki ho'kizning ishlarini hammasini eshakka qildirishni boshlabdi. U ertalab chiqib ketar va kuni bilan mehnat qiladi. Xo'jayin uni ayamasdan ishlatishni boshladi. Ya'ni uning ustiga og'ir yuklarni yuklar, kuni bo'yi dalada ishlatar edi. Bundan esa eshak juda ham charchadi. Eshak ishdan charchab horib kelgan vaqtda ho'kiz mazza qilib dam olayotgan bo'lardi va eshakka minnatdorchilik bildirardi. Bu holga ortiq chidolmasligini bilgan eshak ho'kizga shunday dedi: "Kun xo'jayinning gapini eshitib qoldim. U sen ertaga ham ishga chiqmaydigan bo'lsang, seni qassobga topshirmoqchi ekanligini aytdi." Bu so'zlarni eshitgan ho'kiz qo'rqib ketdi va tezda o'rnidan turib ishga chiqishga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Eshak va ho'kizning suhbatini tasodifan boy eshitib qoldi va o'zini kulgudan tiya olmadi. Boyning kulayotganini ko'rgan xotini: "Mening ustimdan kulyapsanmi?" deya dag'dag'a qildi. "Yo'q, men boshqa narsaga kulyapman, lekin uni senga aytsam, men o'lishim mumkin", dedi. Boy qancha tushuntirishga urinsa ham xotini baribir aytasan deya turib oldi. Bu voqeaga guvoh bo'lgan xo'roz qahqaha urib kula boshlabdi. Uning yonidagi kuchuk esa jahl bilan debdi: "Xo'jayin og'ir ahvolda turganda kulishing nimasi?" Xo'roz aytibdi: "Men bir o'zim 50 ta tovuqqa bas kelaman. Xo'jayin esa atiga bitta ayoliga bas kela olmayapti-ku. Xo'sh, u nima qilsin deysan unda?" so'rabdi kuchuk. "Xotinini", debdi xo'roz. "Bitta kulbaga olib kirsin-da, o'lasi qilib kaltaklasin, toki u tavbaga kelguncha." Bu so'zlarni boy eshitib turardi va xuddi xo'roz aytgandek ayolni kulbaga olib kirdi va uni o'lasi qilib kaltakladi va shunday dedi: "Meni jonimni senga qadri yo'q ekan, sening ham joningni men uchun qadri yo'q." Ayol tavbaga keldi va boshqa bunday bo'lmasligiga va'da berdi. Hikoya shu yerda tugadi. Shahrizod otasiga shunday dedi: "Qo'rqmang ota, men sizning qizingizman. Albatta bu kechadan omon chiqaman." Vazir ko'zda yosh bilan qizi bilan xayrlashdi. Shahrizod so'nggi bor ko'rish uchun singlisi Dunyozodning yoniga kirdi va unga shunday dedi: "Bugun kech sulton saroyiga bor va meni so'ra. Men senga ajoyib ertaklar aytib beraman." Shahrizod sulton saroyiga bordi va kechqurun singlisini so'nggi bor ko'rishga ruxsat berishini so'radi. Sulton rozi bo'ldi va kechqurun Shahrizodning singlisi Dunyozod saroyiga keltirildi.